Samsung'dan yangi model Samsung Galaxy A26 siz uchun PlayStation top 5 tane xarakteristikasini aytib o'tamiz. 3-fishkasi ise yoqadi. Birinchisi, smartfonimizni tashqi ko'rinishi bo'ladi. Samsung Galaxy A56, A36lara o'xshab qo'shirib ishlangan bo'ladi. Bu smartfonimiz 164 grammni tashkil etadi. Qo'lda turishi umuman yengil bo'ladi. İkincisi, smartfonumuzun displeyi bo'ladi. 6.7 dyumli Super AMOLED bo'ladi. Full HD Plus rashinasine ega. 1000 nitdan 1800 nitgacha chiqib biladi. Ya'ni quyosh tengida telefonni bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Smartfonimiz 120 Hz ni qo'llab-quvvatlaydi. Uchinchisi, smartfonimizning eng asosiy fishkasi bo'ladi. A35 da ishlatilgan protsessor. Endi A26 da novusi kuchli deydigan bo'lsangiz, bu smartfonimiz PUBG Mobile'da 60 FPS tortib beradi, boshqa o'yinlarni ham zo'r ko'taradi. Samsung Galaxy A26 smartfonimizda PUBG Mobile'ga girib oldik. Yo'rtulsa Plavdida Extreme, ya'ni 60 FPS ni tartib berdi. Yana giroskopdan podeshka etib beradi A26 smartfonimiz. To'rtinchisi, smartfonimizning asosiy kamerasi 50 megapiksel. Videoda 4K 30 FPS, Full HD 60 FPS'gacha video zapis etib biladi. Selfie kamerasi 13 megapiksel, selfie kamerasi ham 4K 30 FPS'gacha video syomka etish imkoniyati bor va biz smartfonimizdan sun'iy intellekt qo'shilgan ko'rib o'tamiz. Samsung Galaxy A26 smartfonimizda sun'iy intellektini ko'rib o'tamiz. Rasmlardagi detallarni udaltatib biladi ekan. Masalan, o'sha detali menga umuman kerakmadi. O'shada soya baliqning hisobini ozgina qoldirdi. Xudo xolasa ustunda ishlasalar zo'r bo'ladi. Samsung Galaxy A26 smartfonimizda asosiy kamerasidan Full HD 60 FPS da video zapis. Smartfonimiz 4K 30 FPS'gacha video syomka etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Ko'rib turgan filialimiz Texnobozor BYD avtosalon to'g'risida filialimiz bo'ladi. Do'stlar, Samsung Galaxy A26 smartfonimiz selfie kamerasini video zapis etibdi. 4K 30 FPS ekan bu smartfon selfie kamerasi. Full HD 30 FPS ni qo'llab-quvvatlaydi ekan. Bu smartfonimiz stereo zvuk emas, mono zvuk bo'libdi. Beshinchisi, bu smartfonimiz ikki taraflama zvukni ta'minlab beradi va IP67 darajasida SUA changa zashtasi bo'ladi. Smartfonimiz narxini bilish uchun kommentariya plus belgisini qoldirib keting va bizga obuna bo'lishni esdan chiqmasin. Xayr, salomat bo'ling.